Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Xabaringiz bor, Turkiya Superligasining 29-turi ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu turda Nuriy Shahin boshchiligidagi Istanbul Başakşehir o'z maydonida Gençler Birligini qabul qilib, yirik 3-0 hisobida zafar quchdi. Bellashuvda esa hamyurtimiz Eldor Shomurodov 2 bora raqib darvozasini ishg'ol qilib, dublni rasmiylashtirdi hamda SofaScore tomonidan 807 ballga loyiq ko'rildi. SofaScore portali tur yakunlangandan so'ng ramziy jamoani e'lon qildi. Mazkur 11 talik tarkibdan O'zbekiston milliy terma jamoamiz sardori ham joy oldi. Ramziy jamoa bilan tanishing. Eslatib o'tamiz, Istanbul Başakşehir navbatdagi uchrashuvni 19 aprel kuni Trabzonsporga qarshi o'tkazadi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.